Yuqorida bo'l 2026 aksiyasi boshlandi. Ko'plab talab va istaklarga binoan biz an'anaviy Yuqorida bo'l 2026 bonus dasturini e'lon qilamiz. Aksiya muddati 2026-yil 1-apreldan 30-noyabrgacha. Ishtirok eting va qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiriting. Ishtirok etish bo'yicha yo'riqnoma. Vero bonus ilovasini yuklab oling. Ro'yxatdan o'ting va quyidagi bosqichlarni bajaring. Xarid qiling. Vero quvurlari va fitinglarni sotib oling. Xaridingiz hajmiga mos ravishda 1.500.000, 5 million yoki 20 million so'mlik bonus kartalariga ega bo'ling. Faollashtiring. Bonus kartadagi himoya qatlamini o'chiring. Promokod va karta seriya raqamini Vero bonus ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazing. Tasdiqlang. Tizimdan tasdiqlov xabari kelishini kuting. Ballarni kuzatish va almashtirish. To'plangan ballaringizni ilovadagi shaxsiy kabinetingizda onlayn kuzatib borishingiz mumkin. Ballarni har oy yakunida sovg'alarga almashtirish imkoniyati mavjud. Masalan, aprel oyidagi ballarni 1-maydan 5-maygacha almashtirish mumkin. Agar siz oylik ballarni almashtiradigan bo'lsangiz, unda quyidagi sovg'alarga almashtirish imkoni bor. Vero brendi ostida kepka, futbolka, sumka, payvandlash uskunasi va albatta Vero maxsus kiyimi. Ishlatilmagan ballar keyingi oyga avtomatik tarzda o'tkaziladi. Sovg'alarga almashtirishning asosiy bosqichi 2026-yil 1-dekabrdan 15-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Muhim eslatma. Agar siz Yuqorida bo'l 2025 aksiyamizda qatnashgan bo'lsangiz va ballaringizni ishlatishga ulgurmagan bo'lsangiz, ularni saqlab qolish imkoniyati bor. Buning uchun avvalgi Vero bonus bot orqali ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingiz bilan yangi Vero bonus ilovadan ro'yxatdan o'ting. Shunda 2025-yildagi Yuqorida bo'l aksiyasidagi ballaringiz avtomatik ravishda 2026-yilga Yuqorida bo'l aksiyasiga qo'shiladi. Qo'shimcha imtiyozlar. Aksiyada ishtirok etayotgan santexnika mutaxassislari nafaqat sovg'alarga ega bo'ladilar, balki Vero Group tomonidan tashkil etiladigan yangi loyihalar, seminar va maxsus treninglarda qatnashish uchun ustuvor huquqni qo'lga kiritadilar. Batafsil ma'lumot ilovadagi qoidalar bo'limida keltirilgan. Vero bilan doimo yuqorida bo'ling.